Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun ovqat qilishga tayyorlandim. Men sizlar uchun ko'rsatishga o'sha kun va'da berganimdek Atamidan sizlarga obzor qilib beraman degandim. Atamidan mana shunaqa polni nabor oldi. ZFM nabor ekan bu. Yangi chiqqani. O'zida ovqat uchun mana shunaqa ichida nimalar bor. Ko'rib olsanglar bo'ladi ichidan ovqat. Itak, bu naborning ichida 4 ta uходовый kosmetikasi bor. Losion, krem, ko'z atrofi uchun, toner, короче, hamma narsasi bu. Buni hammasini birga ishlatish kerak. Buni menimcha hamma yaxshi bo'ladi. Bitta kremini ishlatganingiz bilan foyda qilmaydi. Hamma narsasini o'zini ishi bor. Birinchi ishni tonerdan boshlaymiz, qizlarjonlar. Bu toner yuzingizda mana bu ovqatga taxlab beradi avvalambor. Men sizlarga o'zimni tilimga tushuntirib beraman, qizlar. Mana sepsi ham bo'ladi, mana pishiqli. Anaqalar menda ham bor, просто hozir vaqtim yo'q. Mana shunaqa qilib sizlarga taxlab beradi. Bu birinchi etap. Вот так, девочки. Endi hozir ikkinchi etapga o'tamiz. Uni ham tushuntirib o'taman. Ikkinchisi ko'z atrofi. Главное место hozir bizani ayniqsa yoshda. Hozir endi ochdim. Chunki buni proba qilyapman, men chunki men yaxshi bilaman. Hamma narsasi har doimgidek juda ham zo'r bo'ladi. Bu ko'z atrofini короче ko'tarib beradi. Buni eng zo'r joyi polni yuzga ham surtsa bo'lar ekan, ko'zlaringizga kirib qolsa ham hech nima qilmaydi. Mana qovoqlarimiz tushganki, o'sha qovoqlarni tiklab berar ekan qizlarjonlar. Mana bemalol yuzlaringizga polni surtsa ham bo'ladi. Hali bunaqasini men ishlatmaganidan, lekin menga shunaqasi ham kelibdi. Mana bitta joyini ishqalab o'tirishga o'tiraman. Itak, uchinchi etapga o'tamiz qizlarjonlar. Keyingisi losion. Buni nimasi yaxshi? Quruq yuzga ham, yog'li yuzga ham o'zini ishini qiladi. Masalan, men yuzim yog'li balansini to'g'rilab beradi. Mana yog'li bo'lib ketmaydi. Agar yuzlaringiz quruq bo'lsa, buni ichidan kirib, teridan ichidan kirib namlab beradi. Qaranglar. Bu degani quruq yuzlar ham, yog'li yuzlar ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi, девочки. Zavqlari ham приятный. Bilishinglar uchun qizlar, aytmay, bu tabiiy narsalardan bo'lgan. Hech qanaqa kimikatlarsiz. Endi kremga o'tamiz. Nima demoqchi edim? Bez makiyaj, bez прическа, вечерний ko'ylaklar yarashmaganda, bunaqa uходовый kosmetikasiz makiyaj yarashmaydi. Bilsanglar agar, mekapchilar to'ylardan oldin aytadi. Birinchi uhod qilib kelinglar yuzlaringizga. Или же kosmetologga boringlar. Kosmetologga bora olmasanglar, bilaman, ko'pchilik vaqti bo'lmaydi. Mana shunaqa uходовый kosmetikalar olsanglar bo'ladi. Men yuzimni chistkalar qildirganim bilan baribir to'xtatmayman uходовыйlarni. Chunki to'xtatgan kunim yuzim bir haftacha xunilashni boshlaydi. Mana, bu o'zi 20 minutdan vaqtlar ketmaydi. Voy, spachka. Вот. Bemalol go'zalchiga yozsanglar bo'ladi. Go'zal sizlarga zo'r maslahatlarni beradi. Shu men birdan yozaman, birdaniga ответ kelib, men punktualniy odamman. Сразу yozgan odam hurmat qilaman, chunki u hurmatga kiradi, конечно, e'tiborsizlikka kirmaydi. Вот такие дела, девочки, sizlarga har doim zo'rlarni ulashaman. Premium narsalar, конечно. Yaxshi emas.